Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika motoblok ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda mana hozir kuz oyida turibmiz. O'rim sezoni o'tlar pishdi. Dalalarda, bog'larda bemalol o't o'rish fasli keldi desak ham bo'laveradi. O'tlar pishgan. Katta traktorlar kira olmaydigan joylarga, daraxtlar tagida yurishga mo'ljallangan mini kasilkalarimizni sizlarga obzorini qilib beraman. Ko'pchilik klientlarimiz motoblok olishadi, jatka qo'yishadi. Ya'ni jatkalar ham o'zimiz sotuvda bor. Mana bunaqangi katta motobloklarga jatka o'rnatib, jatkada o'rsa ham bo'laveradi. O'rtacha jatkalar narxi hozirgi kunda 7 million so'm. U jatkani o'zini motoblokka qo'yish kerak. O'sha jatkani puliga ozgina qo'ysalaring, tayyor motori bilan mana bunaqangi kasilkalarimiz kelgan. Sizlarga hozir to'liq ma'lumotini berib o'taman. Ishlash prinsipi xuddi soch olish mashinkasi sari ishlaydi, ya'ni to'g'riga ishlaydi, faqat tozalab yotqizib ketadi. Buni jatkadan qulayligi, jatkalar faqat tik turgan o't bo'lsa yaxshi o'radi. Parrayli jatkalar aytyapman. Faqat tik o't turgan bo'lsa yaxshi o'radi. Parraylariga yotgan, chirmashgan o'tlar bo'lsa tiqilib qoladi. Bunda bunaqa funksiya yo'q, ya'ni tiqilmaydi. Sababi parraga yo'q buni oldi. Shu soch oladigan mashinkaga o'xshab to'g'riga yotqizib toza qilib har qanday o'tlarni o'rib ketadi. Tishlari ham o'sha jatkani segment pichog'idan qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. 1 metr joyda bittada o'rib ketadi. Xo'p, ikki xil modeli bor. Benzinga qiziqadiganlarga benzinli varianti bor, xohlaganlarga salarkali varianti bor. Buni 4-5 xildan sotuvda har xil joylarda boshqacha variantlari ham bor. Qulayliklarida hamma joyda farqi bo'ladi. Biznikida yangi yuska qilib olib kelganmiz. Buni boshqalardan farqi shundaki, balonlari shirokki balondan qo'yilgan, tosh balon emas. Eski yuskalar tosh balon chiqardi. Buniki katta balondan. Asosiysi пониженный повышенный скорость bor. Roliga qaraysizlar. Buni oddiy prostoy variantlari ham bor. U bilan adashtirib qo'ymaysizlar. Bunda qo'shimchasiga пониженный повышенный qilib kelganmiz. Sababi oldingilarda abaroti, ya'ni motorda abaroti bilan jatkani abaroti bir xil bo'lardi. Motor qancha sekin aylansa, jatka ham shuncha sekin aylanardi. Tiqilib qolish holatlari ro'y berardi. Hozirgi kunda motorni обычный holatda yurg'izib, jatkani tez holatda o'rsalaring bo'laveradi. Shuning uchun korobkasiga пониженный повышенный qilib kelganmiz. Rasxoti benzinligi soatiga 1 litr rasxot qiladi. 15 sotikgacha bemalol joyda o'rsalaring bo'laveradi. Tortma orqali zavod bo'ladi. 1 litr rasxot qilib beradi soatiga. Yurg'izish ham oddiy, yosh kattalar ham bemalol ishlataveradi. Bog'lar ichida bemalol, yengil. Xo'p, seplina, skorost bunaqa narsa bo'lmaydi. Zavod bo'lgandan so'ng ikkita mexanizmi bor. Tepasini bossangiz oldinga o'zi avtomatik harakatlanadi, pastqisini bossangiz orqaga harakatlanadi. Mana bu aytib o'tganimda o'sha boshqalarda yo'q funksiya пониженный повышенный скорость deyiladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, benzinli variantini narxini 7 million 700 ming so'm qilib beramiz, akalar. Jatkani puliga ozgina qo'ysalaring 7 million 700 ming so'mga mana shu kasilkamizni xarid qilsalaring bo'ladi. Ishlash jarayonini qiziqqanlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda o't o'rgan videolarni buni qo'yganmiz. Narxi 7 million 700 ming so'm. Benzinli varianti, aytganimdek, bunda ham пониженный скорости bor. Salarkaga qiziqadiganlarga dizel motorligi ham kelgan, 173 motor. Bu ham tortma orqali zavod bo'ladi. Buni rasxoti 1,5 litr. Shuning uchun baki ham juda ham kichkina bo'ladi, chunki salarka motor juda ham kam rasxot hisoblanadi. Buni ham jatkasi bir xil, o'sha segment jatkadan qo'yilgan, balonlari shirokki, toshlar ustida ham bemalol yuraveradi. Пониженный повышенный bor, ikkovida ham skorosti bor, ko'rib turganlaringdek. Oldiga, orqaga yuradi. Oldidagi mana bunaqangi regrovkasi bor. Bu yerga baland past qilib, ikkovida ham bor. Baland past qilib regrovka qilsalaring bo'laveradi. Salarkaligini narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, benzinligini narxini aytdik, 7 million 700 ming so'm, salarkaligini narxini 8 million 700 ming so'm qilib beramiz. 1 million farqi bor, salarkaligi qimmatroq keladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlaganlarga salarkali, xohlaganlarga benzinli varianti bor. Eski variantida ham ko'pchilik xarid qilishga ulgurmagandi. Soni cheklangan, shoshilib qoladigan joyi. Kimda-kim mana shunaqangi kasilkalar axtarib yurgan bo'lsa,
aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni bir qator tushuntiraman. Toshkentda Ipodrom Abu Sahiy bozoridan kelish, O'rizorga ketishda avtobuslar kanechkasi bor. Izzada joylashgan avtobuslar kanechkasining orqa tomonida, tashqarida mana bunaqangi motobloklar turadi. Izza bozori mana yon tomonimizda joylashgan. Agrotexnika do'konimiz ichkarida barcha boshqa texnikalar ham bor. Kimga mana shunaqangi sifatli texnikalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. To'lov turlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash kredit variantlari afsuski bizda mavjud emas. Viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga Isuzu stankalariga olib chiqib beramiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.